Eshitgan bo'lsanglar kerak, Toshkentda Magic Safari ochildi. Bu yerga shunaqangi katta sherning og'zidan kirib kelishim bilan ko'zim birinchi bo'lib uzun navbatga tushdi. Dam olish kuni bo'lgani uchun bu tabiiy dedim-da, navbatga turib oldim. Aytgancha, safarini ikki xil usulda aylanib chiqsangiz bo'lar ekan. Birinchisi avtobusda, ikkinchisi esa piyoda. Avtobusda hayvonlarning qafasining ichigacha kirib o'tishingiz qiziqarli bo'lsa, piyoda yurib har xil dekoratsiyalarda rasmga tushib, hayvonlarni ovqatlantirishingiz zavq berar ekan. Narxlarni aytishimdan oldin shu joyda sizga foydali reklama aytib o'tsam. Endilikda Korzinka Go mazali va pishgan mevalarni to'g'ridan-to'g'ri uyingizga yetkazadi. Mana obunachilarim uchun bahor 20 promo kodi bilan 20 ming so'm chegirma olsangiz bo'ladi. Hoziroq ilovani yuklab oling va buyurtma bering. Safari narxlariga kesib, piyoda kattalarga 75 ming, 10 yoshgacha 50 ming so'm. Avtobusda esa kattalarga 125 ming, 10 yoshgacha 75 ming so'm ekan. Yana bir narsa, ko'p hayvonlar hali karantinda. Siz kelmagan bo'lsangiz, kelgunizcha chiqib qolsa kerak. Ba'zi hayvonlar va qushlarni yana ham yonidan ko'rmoqchi bo'lsangiz, alohida yana to'lov qilishingiz kerak bo'lar ekan. Ajoyib. Xullas bir so'z bilan aytganda, oilaviy bolalarni olib keladigan joy bo'pti. Shunaqa foydali videolar uchun sahifamga obuna bo'ling. Magic Safarining manzili Sergeli Index bozor yonginasida. Lokatsiyasi bo'lsa Telegram kanalimda.